Urganch shahridagi O'zbekiston zamonaviy san'ati muzeyida yaponiyalik rassomlar asarlari ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Bir oy davomida o'tkaziladigan bu ko'rgazmada foto san'ati, performans, kalligrafiya, rang tasvir san'ati namunalarini tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hozirgi lavhamiz aynan mana shu ko'rgazmadan tayyorlangan. Birgalikda tomosha qilamiz, marhamat. Yaponiyadan turli yo'nalishda ijod etayotgan 6 nafar yaponiyalik ijod san'ati, kalligrafiya san'ati, rang tasvir san'ati namunalari namoyishga qo'yildi. Tera-san, domo arigato. Men Tansuya Kubota, yaponiyalikman. O'zbekistonga ikkinchi bor kelishim. Bu gal ham Urganch shahridagi O'zbekiston zamonaviy san'ati muzeyiga yapon an'anaviy kalligrafiya san'atini namoyish etishga kelganman. Bu galgi ko'rgazmada 5 ta rassom do'stlarimizning ishlari namoyish etilgan. Mening ko'rgazmadagi yoki xayoliy dunyoni ko'rinarli shakllarda tasvirlaydi. Makonning cheksizligini, undagi narsalarning rang-barangligini, moddiyligini, hajm va fakturasini ko'rsatishi, harakat, inson ruhiyatidagi o'zgarishlar, murakkab hissiy kechinmalar, o'y-xayollarni aks ettirishi mumkin. Ana shu namoyishni ko'rib men juda xursand bo'ldim. Birinchidan bu yerda rassom, fotograf rassomlar bor. Viyajazist deydi-da ular. Ha shunday rassomlar bor ekan.